Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Roundup kitobidagi Roundup Starter Note kitobidagi birinchi mavzusi en artiklini tushuntirib o'taman. Qani bo'lmasa boshladik. Har doim undosh harf bilan boshlanadigan so'zlar bilan keladi. Masalan, ball, a ball, kid, a kid, small, a small, zebra, a zebra, dog, a dog. Endi enni tushuntiraman. En har doim unli harf bilan boshlanadigan so'zlar bilan keladi. Masalan, apple, an apple, umbrella, an umbrella, egg, a egg, an egg, elephant, an elephant, ant, an ant. Yana bir marta takrorlab o'taman. Har doim undosh harf bilan boshlanadigan so'zlar bilan keladi. Masalan, ball, a ball, cat, a cat, small, a small, zebra, a zebra, dog, a dog. En har doim unli harf bilan boshlanadigan so'zlar bilan keladi. Masalan, apple, an apple, umbrella, an umbrella, egg, an egg, elephant, an elephant, ant, an ant. Tushundingizmi bolajonlar? Endi tushungan bo'lsangiz, tushunganingizni mashqlar bilan tekshiring o'zingiz. Mana shu mashqlarni siz daftaringizga ko'chirib, oldidan enini qo'ying. Qaysi biriga bo'lsa en, bo'lsa qaysi biriga en bo'lsa en. Men sizlarni kutib turaman. Keyin o'zim yozaman, siz teorik xatolikni belgilaysiz. Qani bo'lsa tezroq yozib olinglar bolajonlar. Ortiqcha ovozlar eshitilayotgan bo'lsa, sizlardan o'zim uzr so'rayman. Kechiringlar. Yozib bo'ldingizmi bolajonlar? Agar haligacha yozib bo'lmagan bo'lsangiz, videoni to'xtatib, qaytib yozib oling. Videoni to'xtatib, qolgan joyingizdan yozib oling. Men enini qo'yishni boshladim. Birinchisiga agar qo'ygan bo'lsangiz, to'g'ri, o'zim sizlarga rangini o'zgartirib tushuntirib beraman. Birinchisiga en qo'ygan bo'lsangiz to'g'ri bo'ladi. Ikkinchisiga en qo'ygan bo'lsangiz to'g'ri bo'ladi. Rangini o'zgartiraman. En qo'ygan bo'lsangiz to'g'ri bo'ladi. Uchinchisiga qo'ygan bo'lsangiz to'g'ri bo'ladi. To'rtinchisiga en qo'ygan bo'lsangiz to'g'ri. Beshinchisiga bo'ladi. Oltinchisi ham bo'ladi. Yettinchisi ham bo'ladi. Sakkizinchisi ham yettinchisi en bo'ladi azizlar. Xato qilaverdim o'zim. Kechirasizlar. To'qqizinchisi ham en bo'ladi. Xatoliklar uchun sizlardan uzr so'rayman. En bo'ladi. O'yinchisi esa bo'ladi. Bo'ladi. Agar sizlar shunday qilgan bo'lsangiz, hammasini to'g'ri bajargan bo'lasiz. Agar xato qilgan bo'lsangiz, xatoyingizni tekshiring. Sizlarga uyga asfa bo'ladi. Shularni qaytib takrorlab yodlang.
o'qing va yana qayta o'qib chiqing. Shunda esingizga qoladi. Sizlar o'qib chiqsangiz qayta esingizga qoladi. Videomni shu joyda tugataman. Kanalimga like va obuna bosib qo'ying. Keyingi sonlarga uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.